bo'lsin sizlarga bo'lsin. Mana 20 ming 30 mingdan metrga sizlarga arzonlashtirib beraman. Daroshkalarimiz bor. 1lik, 120lik, 1,5lik, 2lik. Bularda nerealniy narsa chiqarib beraman. 3,5 metrli metrajlarimiz va Samarqandchilar tozalari, samimiyatli narsalar. Ko'rishlar ko'pchilik yupqa gilam yaxshimi, polos yaxshimi deydi. Shunda ko'pchilik o'ylanib qoladi. Bozor kelganda ham yangib qoladi. Misol buni ishlatib ko'rgan odam bunaqa yupqa gilam olmasligi mumkin, qaytib o'zi uchun ishlatgani. Chunki misol bu xuddi shu narsani mendan arzon qilib bera olmaydi. Bu joydan solishtirib ko'rib olaverasizlar. 849 mingdan qilib beraman. 3,5 ga 4,5 butun yaxlit butun gilom. 849 mingdan hisoblamam ko'rganman. O'zim kelgan narxda aytyapman. 849 ming, 849 ming. Bularni ham ko'rishlarim mumkin. Tayyor gilomlarimiz 3,5 ga 5,5, 3,5 ga 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5. Bu tarafda ko'rishlarim mumkin. Tayyor 3 ga 5, 3 ga 4 gilomlar, 3,5 ga 4,5. Bunaqa paloslar ham bor mana. Eng xadovoy ketayotgan paloslarimiz. Mana shu paloslar 1 metrini sizlarga 100 addushi payshanba, yakshanba kunlari bemalol kelib xarid qilishlarim mumkin. Hozir narxlari bilan, nerealniy narxlari bilan aytib obzor qilib o'taman. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bugun yana Qumtepa bozoriga kelganmiz. Xaridorlar ko'rishlarim mumkin. Simidan xaridor. Albatta hazır chunki bugun payshanba yo yakshanba emas, bugun nima? Dushanbami? Dushanba. Kecha bozorlar tugatib, mana bugun yana zakazlar bor edi. Qumtepadan olgani kelib, mana bitta obzor qilib ketaylik dedim sizlar uchun. Addushi payshanba, yakshanba kunlari bemalol kelib xarid qilishlarim mumkin. Hozir narxlari bilan, nerealniy narxlari bilan aytib obzor qilib o'taman. O'shuncha videoda boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lsa, kuzatayotgan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa videolar faqat bizda bo'ladi. Chotki narxlarda hisoblab beraman. Bemalol mana dushanba kuni bo'lsa, xudo xohlasa seshanba kuni qo'yilsa video, payshanba yoki yakshanba kuni kelib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Birinchi nimadan boshlaymiz? Nima xadovoy ketyapti? 3likdan, 3,5likdan boshlaymiz. Mana shu 10 qo'ldan boshlaylik. Mana eni 3 metrlik paloslarimiz, qalinliklarni ko'rishlaringiz mumkin. Bashi moshni qalinligi bo'ladi. 1 kvadrati 2 kilodan oshiqroq chiqadi. To'qimalari ham juda ham zich, issiq sovuq ushlaydi. Ofislarga, oshxonalarga, ko'proq ishlatiladigan xonalarga, bolalar xonasiga ham so'raysilar ham bular kirchimon narsa. Buni 1 metrini nechdan sotyapmiz? 210 ming, 230 ming oralig'ida. 210 ming, 230 ming oralig'ida sotyapmiz. Sizlarga faqat yutdan keladigan obunachilarga buni 1 pagonli metrini 179 mingdan qilib beramiz. Bo'lsin sizlarga bo'lsin. Mana 20 ming 30 mingdan metrga sizlarga arzonlashtirib beraman. Yana 3 metrli metrajli gilomlarimiz, bular kavraninlarimiz orqalari to'qimali bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Materiallari yaxshi, o'rta sifatdagicha, zo'r emas, lekin puliga arziydigan gilomlarimiz. Bularni 1 metrini 169 ming so'mdan qilib beramiz. Bular 200 ming, 220 ming sotilyapti. Videoda olganlar bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa, bizdan xafa bo'lmaysizlar. Albatta YouTube uchun arzonroq narxlarda qilib beramiz. Chunki hurmatli obunachilar bizni qo'llab-quvvatlashyapti. Endi 3,5 metrli metrajlarimiz va Samarqandchilar tozalari, samimiyatli narsalar ko'rishlaringiz mumkin. Bularda ham 1 metrini shu 260 ming, 270 ming, minimum 240 mingdan sotilyapti. Eng kami 10 metr, 15 metr olganga. Payshanba, yakshanba kuni kelib, bemalol 1 metrini 199 ming so'mdan xarid qilib olib ketsalar bo'ladi. Faqat kelasizlar, YouTubedan ko'rdingizlar, minchadan reklama qilsizlar, shu narxda amal qiladi. Bemalol kelaverasizlar. Faqat bizga podpiska bosgan bo'lishlaring kerak, mana shu videoga like bosgan bo'lishlaring kerak. Videolar yoqayotgan bo'lsa, izohlarda qo'llab-quvvatlab yozib ketasizlar. Endi 2,5 metrliklarimiz 139 ming so'mdan. 1 pagonli metr, kvadrat metr emas. Mana daroshkalarimiz bor. 1lik, 120lik, 1,5lik, 2lik. Bularda nerealniy narsa chiqarib beraman. Ketdi 59 ming. Bular 79 mingdan. Bularda mayli 95 mingdan mana 1 metri. Mana 2 metrliklarimizni 1 metri sizlarga 119 ming so'mdan qilib beramiz. Ya'ni 2 metrlikni. Ko'rishlaringiz mumkin, yangi rulon 10 metr 15 metr kesalarini olaverasizlar. Tayyor gilomlarimiz 3,5 ga 5,5, 3,5 ga 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5. Bu tarafda ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor 3 ga 5, 3 ga 4 gilomlar, 3,5 ga 4,5. Bunaqa paloslar ham bor mana. Eng xadovoy ketayotgan paloslarimiz. Mana shu paloslar 1 metrini sizlarga
109 ming so'mdan qilib beraman. Kelaverasizlar. Ulgurib oylar faqat cheklangan soni qizilidan 10 metr 15 metr chiqadi. Yashili seriyasi qadovoy ketib tugadi уже почти. 3,5 ga 4,5 kilomlarimiz. Mayli sizlarga 849 mingdan qilib beraman. 3,5 ga 4,5 butun yaxlit butun gilom. 849 mingdan hisoblamam ko'rganman, o'zim kelgan narxda aytyapti. 849 ming, 849 ming. Bularni ham ko'rishlarim mumkin. Bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda nima bor? 4 metrli poloslarimiz bor. 2,5 metrli poloslarimiz bor. Ko'rishlarim mumkin. 3,5 metrli qalin zo'r moshni poloslarimiz. Bular 1 metrini 280 290 aytib 260 minimum sotilyapti. Kelinglar 239 ming so'mdan qilib beraman bir pakonli metrini. 4 metrlilarini. 4 metrlilarini. Bularda 320 aytib 300 sotilyapti. Minimum 290 sotilyapti. Kesalaring 269 mingdan qilib beraman. Ko'rishlarim mumkin. Samarqand metrajli gilomlar tozalari 350 ming, 360 ming baho aytib 300 ming, 320 ming o'rtacha sotilyapti. 280 mingdan metri. 10 metr olsalar 2 million 800 bo'ladi. 5 metr olasan 1 million 400 bo'ladi. Keyin yana bitta narsani adashtirmanglar, iltimos sizlardan. Mana to'rga 5 razmeri 1 million 400 ming chiqyaptimi? Sizlar kesalaring 1 million 200 ligini ham, 1 million 100 ligini ham, 1 millionligini ham topib beramiz. Sifatida, konsistensiyasida farqi bor. Buni bilgan biladi, tushungan tushunadi, olib yurgan odam. Hamma narsada ham misol narx o'ynashi mumkin. Misol bu xuddi shu narsani mendan arzon qilib bera olmaydi. Bu bo'joqni solishtirib ko'rib olaverasizlar. Daroshkalarimizni xilma-xillari kelgan. Mana poloslar daroshkalari kelgan. Go'shtlar mumkin. Moshni materiallar yaxshi narsa. Yuv ishlatasizlar. Uzayli xizmat qiladi bu narsalar sizlarga. Ko'pchilik yupqa gilom yaxshimi, polos yaxshimi deydi. Shundaki ko'pchilik o'ylanib qoladi. Bozor kelganda ham gangib qoladi. Misol buni ishlatib ko'rgan odam bunaqa yupqa gilom olmasligi mumkin qayta. O'zi uchun ishlatgani. Ko'pchilik buni yomonlaydi, orqasi chiqib ketadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deydi. Kim nima aytsa deb sotyapti, короче. Shunaqa gaplar, video shu joyda to'xtatamiz, klientlar telefon qilyapti. Hammaga sog' salomatlik. Like bosib qo'yasizlar, jigarlar. Bo'ldi, o'chirib.